Dostlar, bugün bayram. 5 oktyabr o'qituvchilar kuni. Ani butun dunyoda belgilab o'tadilar. Elekani oktyabrning 1-yakshanbasida o'stirganlar. Qo'y bir illarda hamon shulaydi. Masalan, Qozog'istonda, Belarusida, Aqtoyda o'qituvchilar kuni 10-sentyabrda o'tkaziladi. Argentinada bir kun so'ngroq 11-sentyabrda. Polshada 14-oktyabrda. 100dan ortiq ilda bugun yaratgan o'qituvchilarimiz, biz sizni chin ko'ngildan qutlaymiz. Siz bizni yozarga, o'qirga o'rgatasiz. Ularni hurmat etarga, do'st yasharga o'rgatasiz. Rahmat sizga!